reabilitatsiyaga kelgan bolajonimizni tekshiramiz. Bir yo'l yelkasida ozgina mos kelmayapti. Ham tashqariga chiqqan, ham pastga tushish bor, ham bukchayapti bolachamiz. Buni mana bunaqa joylari og'riyapti уже, chunki bosh oldinga ketgan sari bo'tga nagruzka tushyapti. Bu umurtqasida ham ozgina qiyshayish bor. Bu yoq kattaroq, bu yoq tarafi kichkinaroq bo'lyapti. Buni ham davolab beramiz. Oldi tarafdan ham tekshirganimizda gipoksiyasi bor, bolani boshga kislorod aylanishi yaxshi bo'lmayapti. Bosh oldinga ketgan, bukchayish bor, ko'krak qafasining o'rtasida ham ozgina ichkariga botish bor ekan. Bu hammasi tug'ruq jarayonidagi rodovoy travmalar, ya'ni tug'ruq jarayonida bola tug'ilayotganda ozgina dimiqish sodir bo'lganidan yuzaga keladi. Buni davolaymiz. Davolaganimizdan keyin yelkalari tiklanib, bo'ylari o'sishi ham, darslardagi ham yanada aqlli bo'lib, yanada zo'r natijalar qilishiga ham sabab bo'ladi.